qanaqa qilsam o'qisam bo'larkan deganimda shu kitobxonlik kursini e'lonini ko'rib qoldim. Oxirgi daqiqalarda qo'shilib qoldim o'sha paytda. Mani ismim Xadija, yoshim 52 da. Menga juda ham manfaatli bo'ldi. Har bir o'sha seminar treninglardan olgan taassurotlar mani hayotimda qo'llash uchun qanaqadir qo'llanmalar bo'lgandek bo'ldi. Eng nima deydi, qiynagan joyi ham shu. Men kitob o'qishga o'zi dangasa edim. Kitoblarim kitob jamoalarimda ko'p edi. Fazilatli shayximiz Sodiq Muhammad Yusuf yozgan kitoblari juda ham ko'p edi. O'zimizni Odina ustozi kitoblari ham juda ham ko'p edi. Men shu kitoblarni shunaqa o'qigim kelardi, lekin dangasalik qilardim. Atrofingizdagi shu kabi go'zalliklarni, bilimlarni ko'rayotganingizdan hamda shijoatingizdan xursand bo'ldik. Siz kabi bilim olishga ishtiyoqmand ayol qizlarimiz ko'payishini tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan yana bir bora peshqadamlik saraloyihasida ko'rishib turibmiz. Keling, navbatdagi ishtirokchimiz bilan birgalikda tanishamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Mani ismim Xadija. Yoshim 52 da. Xadija opa, xush kelibsiz. Rahmat. Sizni loyihamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Peshqadam maktabi o'quv markazi haqida qayerdan ma'lumot olgansiz? Avvalambor, men Bintu Sodiq kanalida, Telegram kanalida a'zo edim, kuzatib borardim. Shu yerda 1 yil avval shu peshqadamlar maktabi ochilganini ko'rganman-da. U vaqtda yosh qizaloqlar o'qisa kerak deb tushunardim-da. Menga yoqardi biz ham o'qisak deydigan bir qanaqadir ilinj bo'lardi-da. Yillar davomida mana 1 yil bo'lgan-ku ochilganiga. Shu kuzatib bordim. Bu yil shunaqa kuzatuv jarayonida shu kitobxonlik kursi ochilganini ko'rib, shunaqa qo'shilib qoldim. Xadija opa, o'quv markazimizda qaysi kursda ishtirok etgansiz? Men kitobxonlik kursiga yozildim, 3 oy o'qidik. Undan tashqari seminar treninglarda qatnashdim. Vokal darsiga yozilib qo'yganman, navbatimni kutyapman. Seminar treninglarimizda ishtirok etib, qanaqa natijalar oldingiz? Hayotingizda qo'l olib olgan bilimlaringizni? Albatta. Menga juda ham manfaatli bo'ldi. Har bir o'sha seminar treninglardan olgan taassurotlar meni hayotimda qo'llash uchun qanaqadir qo'llanmalar bo'lgandek bo'ldi. Bilganlaringizga qo'shimcha bo'lar ekan, uni mustahkamlar ekansiz, lekin bilmaganlaringizni o'rganar ekansiz. Atrofingizda o'sha yaqinlaringizga qo'llashga harakat qilar ekansiz. Oilangizda o'sha bilgan bilimlaringizni, o'rgangan ilmlaringizni qo'llashga harakat qilar ekansiz. Men uchun juda ham manfaatli bo'ldi. Boshqa seminar, o'sha treninglarda ham qatnashish niyatim bor. O'shaning uchun har doim kuzatib boraman sizlarni. Kitobxonlik kursida o'qiganingizdan keyin kitob o'qishni odat shakliga kirita oldingizmi? O'zi avval qanaqa kitob o'qirdingiz-u? Kursdan keyin qanaqa natijalarga erishdingiz? Eng nima deydi, qiynagan joyi ham shu. Men kitob o'qishga o'zi dangasa edim. Kitoblarim kitob jamoalarimda ko'p edi. Fazilatli shayximiz Sodiq Muhammad Yusuf yozgan kitoblari juda ham ko'p edi. O'zimizni Odina ustozi kitoblari ham juda ham ko'p edi. Men shu kitoblarni shunaqa o'qigim kelardi, lekin dangasalik qilardim. Qanaqa qilsam o'qisam bo'larkan deganimda shu kitobxonlik kursini e'lonini ko'rib qoldim. Oxirgi daqiqalarda qo'shilib qoldim o'sha paytda. O'qidik, har hafta bitta kitob tugatardik. Shu menda odat tusiga kirdi. Mana hozir tugatganimizdan bir o'sha odat bo'yicha har hafta bitta kitob tugatyapman. Undan tashqari audio o'sha bekor o'qimaydiganman-da, shu audio holatida o'qib, yozib olib, yaqinlarimga ulashyapman. Ularga ham manfaatli bo'lsin. Farzandlarimga, oilamga, mana dugonalarimga, o'zim qarindoshlarimga shu audio yozuvni ulashaman-da. Kitob rasmini olib yuboraman. Mana shu kitob o'qinglar, sizga ham manfaatli ekan. Men o'zimga juda ham ko'p manfaat olaman deb shuni yo'lga qo'yib oldim. Juda ham yaxshi odat ekan. Boshqalarga ham shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Avvalroq shuni qo'llamagan ekanman deyman, lekin yaqinlaringizga manfaatli bo'lar ekan, chunki eshitayotganlar aytishyapti.
maza qilamiz. Biz ham dangasa edik kitob o'qishga. Bizga mana shu eshitib ishlarimizni qilib o'qishimizga, eshitishimizga juda ham qo'l kelyapti, deyishyapti-da. Men shuni o'zim uchun yaratganimdan xursandman. Demak, kurslarimiz tugagan. Sizni so'roq qilib turadigan kuratorlar ham yo'q, lekin siz berilgan vazifalarni hali ham davom ettiryapsiz. Albatta, eng avvalom kun tartibini mana kundalik hayotimizga kiritishni o'rgandik. Har kunga o'sha kundalik nima deydi, ishlarimizni kiritgan kun tartibimizni yuborib turardik. Uni tekshirib berardilar ustozlarimiz, kuratorlarimiz. Lekin shuni mana u ham odat bo'ldi-da. O'sha holat mana hozirgacha davom etib kelyapti. Uni ham mana odat tusiga kirganiga juda ham xursandman, tashakkur etaman bu tashkilotchilardan, ustozlardan. Undan tashqari kitobxonlik kursida biza yana aytib o'tadigan nima deydi, tahsinga loyiq joylari bo'ldi. Biza nashriyotlarga bordik, kitob nashriyotiga bordik, kutubxonaga bordik, To'ron kutubxonasiga va Hilol nashriyotiga bordik. Men o'tdan ham juda ham ta'sirlanib keldim. Chunki birinchi borganimizda Hilol nashriyotiga o'shanda aytdim-da, mana bitta oddiy biza o'sha o'qiydigan kitobga qancha mehnat sarf qilinishini, shu oddiy holat nechta xodim ishlashini, o'tda men aytaman-da, arzimagan nima deydi, narxda chiqadigan kitoblarni mehnati og'irligini, ungacha muallif qancha mehnat sarf qilgan, uni yozguncha, uni o'sha holatga berguncha, bitta o'sha kitobni boshidan oxirigacha chiqishini ko'rdik. Men tasanno dedim. Shuncha insonlar mana mehnatda ekan. To'ron kutubxonasiga bordik. U yerda ham shunaqa kutubxona borligini men shu kitobxonlik kursiga kelib bildim. Shu yoshga chiqib men bormagan ekanman, bilmagan ekanman. Kutubxonalarga ham borish kerakligini bildim. Masalan, bizga kelinglar bemalol xohlagan paytinglarda deb qolishdi. Bemalol mana xonalarimiz ajratilgan. U yerda kompyuterlargacha ham qo'yilgan. Bemalol borib shug'ullanib, vaqtimizni o'tkazib, xotirjam xonalar ajratilgan kitob o'qishga. Men juda ham xursand bo'ldim. Shunaqa o'sha kitobxonlik kursida shu darslarni ham kiritilganiga juda ham xursand bo'ldim. Bilmagan narsalarimni o'rgandim, manfaatli bo'ldi. Albatta, aslida maqsadimiz ham shunday bo'lgan. Ya'ni nashriyotga borgan vaqtingizda kitob qanday qilib kitob holiga kelyapti? Qog'oz holidan kitob holiga kelish jarayoni qanday bo'ladi? Bularni o'quvchilarimiz ko'rganlaridan keyin har bir o'quvchini, deyarli har bir o'quvchini ichidan uyimda javonimda yotgan kitoblar shu holatda yetib kelayotgan ekan, men uni qadriga yetmabman deya o'sha kitoblarni olib o'qish holatlari ko'p kuzatiladi. Bu ham bizni o'quv markazimiz ushbu kitobxonlik kursimizning natijalaridan, yutuqlarimizdan biri desak ham bo'ladi. Xursandmiz natijalaringizdan. Kurslarimizda o'qish jarayonida sizda qandaydir qiyinchiliklar, qarshiliklar bo'lmadimi? Yo'q, albatta qiyinchiliklar bo'lmadi. Manzili ham uyimga yaqin. Men kursimizda bildimki, boshqa viloyatlardan kelayotganlarni ham eshitdim. O'zi kitobxonlik kursida juda ham ko'p viloyatlardan kelganlarni eshitdim. Ularga ham tasanno dedim. Shunchalik uzoq masofani bosib kelib, shu kitobxonlik kursini o'qishga ishtiyoqi balandligidan meni uyim ham yaqin, o'zimga ham qiyinchilik bo'lmadi. O'qishga bo'lgan o'sha aytdim-ku, men shu kitoblarni o'qishga ishtiyoqimni oshirishim kerak, men shu yerdan shu manfaatni olaman degan maqsad, niyat bilan kelganman. Hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. Masalan, bolalarimga ham, oila a'zolarimga ham aytganimda baralla qo'llarini ko'tarib, "Voy, boring, o'qing" deb meni qo'llab-quvvatlashdi har tomonlama. Men juda ham ko'p manfaatlar oldim bu holatlardan. Nafaqat o'zim, o'sha aytganimdek, oila a'zolarimga ham juda ham ko'p manfaati bo'ldi. Chunki har bir darsdan keyin o'sha olgan bilimlarimizni men ulashardim. Bugun bu ustoz keldilar, bunaqa bizga sirlarini, o'sha kitob o'qish sirlarini, tezliklari, mana notiqlik, ulamolarimizni tarixlarini aytib berishdi. O'sha har bir darsda men kelib oila a'zolarim bilan ulashardim. Chunki ulashsangiz, o'sha olgan bilimingiz ozgina muhrlanadi-da. Hayotingizda o'sha tatbiq qilishga harakat qilasiz. Shuning uchun men
o'sha har bir darsdan keyin albatta a'zolarimiz atrofida o'tirib suhbat qurardik. Nafaqat oila a'zolarim, o'sha aytganimdek, o'zimni jigarlarim, dugonalarim bilan ham ulashdim har bir darsdan keyin. Hammalariga tavsiya qilaman shu kitobxonlik kursida o'qishlarini tayinlayveraman. Keyingi mavsum boshlansa albatta yozilinglar deyman. O'zim olgan natijani boshqalarda ham ko'rgim keladi. Masalan, inson o'ziga o'sha yaxshilik tilasa boshqalarga ham ulashish kerak. O'sha yaxshilikni biz indamay o'qib ketaversak ham noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun biz o'sha olgan manfaatlarimizni boshqalar bilan ham bo'lishimiz kerak-da. Shuning uchun men qiyinchilik bo'lmasdan mazza qilib o'qidim. Demak, nafaqat o'zingiz o'qidingiz, balki yon atrofingizdagi yaqinlaringiz ham ushbu kursimizda o'qigandek natijalarga erishishni boshlashyapti. Albatta, albatta. O'sha niyat qilganlar ham bo'lyapti. O'sha menga nima deydi, o'sha saytini bering, men yozilib olay degan holatlar bo'lyapti. Xabar bering, boshlansa biz ham boramiz degan holatlar bo'lyapti. Men bundan xursandman. Aslida siz natijaga erishayotganingizni ko'rsatadi. Bu sizdan so'rashayotganligi ham. Sababi biror joyda o'qiganimizdan keyin borib, men bu joyda o'qidim, bu kursda o'qidim deganimizdan ko'ra, bizni holatimiz o'zgarayotganini ko'rib, siz qayerda o'qidingiz degan savolni berishligisi bu haqiqiy natija bo'ladi. Albatta. Xadicha opa, Peshqadam maktabi siz uchun nima? Peshqadam maktabi buni men bir so'z bilan ayta olmayman. Chunki men o'zimda tasavvur qilgan holat, tasavvur qilaylik, bir katta tabiat qo'yniga chiqdik. Yomg'ir yog'di. Yomg'ir ketidan shunaqa chiroyli kamalak chiqdi. Shu kamalakga qanaqa bahramand bo'lasiz? Qanaqa o'zingizga aura olasiz? Mana shu holatni men Peshqadamlar maktabida ko'rganman. Bu so'nmaydigan. Quyoshdan keyin har doim chiqib turadigan kamalakdek ko'rdim. Bu kamalak hammaga yaxshilik ulashib, chiroyli manzaralarni baxshida qilishini juda ham xohlardim. Men ko'rgan narsalarni boshqalar ham ko'rishini juda ham istab qolardim, niyat qilardim. Mana shunaqa kamalakga o'xshatdim. Erishgan yutuqlaringizdan, hayotingizga kitob mutolaasini, umuman bizdan olgan bilimlaringizni kirita olganingizdan xursandmiz. Tashrifingiz uchun tashakkur Xadicha opa, bardavom bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham sog' bo'linglar. Sizlarda ham o'sha kitobxonlik kurslari, nafaqat kitobxonlik kursi, bu Peshqadamlar maktabidagi boshqa kurslar hammasiga bardavomlik tilayman. Bundanda ulkan yutuqlarga erishishinglarni tilayman. Chunki bizani fazilatli shayximiz aytganlaridek, bugun kitob o'qigan odam kechagi odam emas. Menda xuddi shunaqa holat. Men o'zimni boshqa insondek his qilganim uchun sizlarga tashakkur etaman. Bardavomlik tilayman va bundanda safiylar kengayishini tilayman. Bu yerda mana har xil yoshdagi ayollar o'qidik. Yoshi ulug' ayollar ham qo'rqmasdan kelishlarini, yo'llaga masalan mana boshqa joylardan kelishyapti-ku, qo'rqmasdan kelib o'qishlarini tavsiya qilaman. Juda ham manfaatli bo'ladi. Agar siz ham kurslarimizdan birortasida ishtirok etib, peshqadamlik sari yo'lga chiqqan bo'lsangiz, ushbu loyihamizda ishtirok etish imkoniyati sizda ham mavjud. Buning uchun hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.